Mana TY 160 buldozerimizda bartavoyni titdik. Qo'lni ustiga yechib oldik bartavoylarni. Yangilash maqsadida. Mana bu yerda kichkina shesternani, katta shesternani yeb qo'ygan. Bu kichkina shesterna ham val. Orqadagi bartavoy shesternalarni GT almashtiramiz, korobka, KPP almashtiramiz. Поворотный mexanizmlaridan bu yoqda flaneslar hammasini almashtiramiz. TY 160 buldozerimizda. Hozircha shu. Yangi zapchastlar kelsa insholar almashgan. Eskilar turibdi. Radiator